Oqshom uyga kelganimda ayolim kechki dasturxonni hozirlardi. Qo'lidan tutib unga gapim borligini aytdim. Jim ovqatlana boshladik. Bir onda kichraygandim go'yo. Og'zimni ocha olmasdim, lekin fikrlarimni aytishim kerak edi. Unga u bilan ajrashmoqchi ekanligimni aytdim. U esa asabiylashmadi ham. Gapimga hatto javob qaytarmadi. Faqat sababini so'radi. Men esa unga javob bera olmadim. U bunga asabiylashib, qo'lidagi sanchqi pichoqlarni otib yubordi va menga baqirib, meni odam emasligimni aytdi. O'sha kecha biror og'iz gaplashmadik. Xotinim tuni bo'yi yig'ladi. Turmushimizga nima bo'lishidan xavotirlanardi, lekin uni qoniqtiradigan biror bir gap ayta olmasdim. Men Janaga oshiq bo'ldim. Xotinimni sevmasdim endi. Bu vijdon azobi bilan bir bitim tayyorladim. Uy, mashina va shirkatning 30%ni xotinimga beradigan bo'ldim. Xotinim shartnomaga biroz qarab turdi-da va uni yirtib tashladi. 10 yil birga yashagan xotinim menga begona bo'lgandi. Uning sarflangan umriga, kuch-quvvatiga achinardim, lekin orqaga qayta olmasdim. Birozdan keyin xotinim baqirib yig'lay boshladi. Buni kutmagandim. Uning ko'z yoshlari meni yumshashimga sabab bo'ldi. Bir muddat ajrashishni esdan chiqardim. Bu fikrlar miyamga o'rnashib qolgandi. Endi bu tuyg'uni qattiqroq his etardim va to'g'ri qaror deb o'ylardim. Keyingi oqshom uyga kech keldim va xotinimni stolda bir nimalar yozib o'tirganini ko'rdim. Rosa uyqum kelgandi. Kechki ovqatni yemasdan uxlashga yotdim. Jana bilan o'tkazgan shuncha vaqtim meni charchatgandi. Orada bir uyg'ondim. Uni hali ham yozayotganini ko'rdim, ammo bu menga ahamiyatsiz edi. Boshimni o'girib uxlashda davom etdim. Tongda menga shartlari yozilgan maktubni berdi. Mendan hech narsa istamagandi. Faqat ajrashishimizni e'lon qilish uchun bir oy muhlat so'radi va bu vaqt davomida yaxshi oila kabi munosabatda bo'lishimizni istadi. Buning sababi bir oydan keyin o'g'limizning imtihonlari boshlanishi va bu paytda unga bu yukni yuklamaslik edi. Bu ishlarni qabul qilish juda ham qiyin emasdi. Yana bir narsa bor ediki, to'y kechamiz uni eshikdan qanday ko'tarib kirganimni eslatish edi va bir oy davomida har tong uni yotoqdan eshikkacha ko'tarib borishimni istadi. Esini yebdi deb o'yladim-u, lekin oxirgi kunlarimizni yaxshi o'tishi uchun qabul qildim. Xotinim bilan ajrashish mavzusini ochganimdan beri jismonan yaqin bo'lmadik. Shu bois birinchi kun uni olib eshik tomon ko'targanimda g'alati hisni sezdim. O'g'limiz orqamizda turardi va olqishlay boshladi. Dadam onamni quchog'ida ko'tardi dedi. Bu uni juda sevintirgandi. O'g'limning so'zlari qalbimni vayron qildi. Xotinimni yotoqdan uy eshigigacha 10 metr ko'tarib olib bordim. U ko'zlarini yumdi va qulog'imga o'g'limizga ajrashishimizni aytmang deb pichirladi. Men ham boshimni egib xo'p dedim va ichimga bir mag'zurlik cho'kdi. Eshik oldi uni qoldirdim. Xotinim ishga ketish uchun avtobus bekatiga ketdi. Men esa bir o'zim ofisga qarab yo'l oldim. Ikkinchi kun. Bu o'yin bizga oson kechdi. Xotinim boshini ko'ksimga qo'yganida uning iforini tuydim. Birdan xotinimga anchadan beri qaramaganimni tushundim va uni turmush qurgan paytimizdagi kabi yosh emasligini sezdim. Yuziga mayda chiziqlar tushgan, sochlariga oq qoralagandi. O'tgan yillar shunchaki o'tmagandi. Shunda o'zimdan shuncha vaqt ichida unga nimalar qilganimni so'radim. 4-kun. Uni ko'targanimda bir ishonch tuyg'usini his etdim. Bu menga hayotining 10 yilini hadya qilgan ayol edi. 5-kun. Bu ishonch tuyg'usi yanada yuksalgandi. Kunlar o'tgani sayin uni ko'tarish ham osonlashardi. Balki bu trenajyorda shug'ullanganim sabablidir. Bir tong uni nima kiyishini o'ylab qarab turdim. Jahl qilib har kungi kiyimlarni biroz katta kelganini aytdi. Birdan uni qanchalik ozganini, vazn yo'qotganini sezdim. Demak, uni har tong oson ko'tarishimning sababi bu ekan. Yuzimga birov mush tushirganday bo'ldi. Bunchalik azob va hasratni qalbida olib yurardi. Sezmagan holda boshini siladim. Shu payt o'g'limiz keldi va "Dada, oyimni ko'tarishingiz kerak-a?" dedi. Otasi onasini xonadan eshikkacha ko'tarishi hayotimizning bir bo'lagiga aylangandi. Xotinim
o'g'limizni yoniga chaqirdi va mahkam quchoqladi. Men boshimni o'girdim. Oxirgi lahzada men qarorimdan voz kechishni istamagandim. Uni quchog'imga oldim va yotoq eshigigacha ko'tarib bordim. Qo'lini chakkamga qo'yganda men uni mahkam ushlab oldim. Xuddi turmush qurgan kunimizdagi kabi. Endi undan xavotirlana boshlagandim, bunchalik ozib ketganiga. Oxirgi kun uni ko'targanimda kuch sarflamadim. O'g'limiz maktabda edi. Xotinimga hayotimizdagi yaqinlik kamayganini aytdim. Ofisga ketdim va eshikni qulflamasdan mashinadan tushdim. Bunga vaqt ham yo'q edi. Har lahza qarorimni o'zgartirishdan qo'rqardim va zinadan yuqori chiqdim. Yuqori chiqqach Jana eshikni ochdi. Unga xotinimdan ajrasha olmasligimni aytdim. Hayratlanib qo'lini peshonamga qo'ydi va "Seni isitmang bormi?" deb so'radi. "Afsusdaman, Jana, lekin men endi ajrashishni istamayman" dedim. Turmushimiz befayzligi, sevgi yetishmasligidan emas, bir-birimizning ahamiyatimizni unutganimizdan edi. Endi esimga tushdi. Unga uylangan kunim, eshikdan ko'tarib kirganimda umrimning oxirigacha unga sadoqatli bo'lishga qasam ichgandim. Jana vaziyatni anglagach, yuzimga bir tarsaki tushirib, eshikni yopib yig'lay ketdi. Darhol pastga yugurib birinchi uchragan gulchidan xotinimga bir dasta gul oldim. Ichiga "Seni har tong hayotimning oxirigacha qo'llarimda ko'taraman" deb yozib solib qo'ydim. Uyga qaytganimda yuzimni tabassum qopladi. Qo'limda gullar bilan yotoqxonaga kirdim va xotinimni yotoqda o'lik holda topdim. Xotinim bir necha oydan beri saraton bilan kurashar ekan. Men Janaga bo'lgan qiziqishim bois buni sezmagandim. Ko'p yasholmasligini bilgani uchun o'g'limni menga qarshi bo'lib qolishidan meni saqlashga uringandi. Hech bo'lmasa o'g'limning ko'zida yaxshi turmush o'rtoq sifatida qolishimni istagandi.